Xo'sh, Ukraina chindan ham ommaviy qirg'in qurollarini o'zida saqlab qola olarmidi? Javob nazariy jihatdan ha. Biroq voqelik ko'ringanidan ancha murakkab edi. Hozir tushuntirishga harakat qilamiz. Ukraina xavfsizlik uchun eng mustahkam kafolatga ega bo'lsa-da, undan foydalana olmasdi. Chunki yadroviy qurollarning ishga tushirish kodlari Rossiyada bo'lgan. Kiyev esa ularni qo'riqlash, xizmat ko'rsatish kabi zaruratlar uchun mablag' sarflagan. Ya'ni bir ma'noda ular yey olmaydigan somsasi uchun pul to'lardi. Bunday obyektlarda doimiy qo'riqlash xizmati bo'lishi kerak. Yadroviy kallaklar va raketalar barqaror saqlanishini, ularda hech qanday muammo yuzaga kelmasligini ta'minlash lozim. Ukraina foydalanishi mumkin bo'lmagan qurollarni saqlash uchun katta mablag' sarflashiga to'g'ri kelardi. Shunday ekan, ularni saqlab qolish unchalik ham oqilona qaror bo'lmasdi. Qolaversa, endigina mustaqil bo'lgan mamlakat har tomonlama kuchli bosim ostida qoldi. Ukraina uchun yangi ish o'rinlari yaratish, energetik inqirozdan chiqish, bir so'z bilan aytganda oyoqqa turish osmonda ulkan qo'ziqorni yasaydigan o'yinchoqlardan ko'ra muhimroq edi. Shu bois Kiyev o'z ixtiyoridagi strategik aktivlardan voz kechdi. Xalqaro aloqalarni yaxshilash, sarmoya jalb qilish, bir so'z bilan aytganda farovon hayot umidi bilan.